Assalomu alaykum. Mirzaga salomatmisiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Alaykum assalom. Sog'ligi yaxshimi? Aka, mana shu Bo'stonliqda polvonlari deganda, mana shu ancha yildan beri Bo'stonliqda sha'nni himoya qilib kelyapsiz. Ya'ni hozir yoningizda farzandingiz ham bor, mana Sardor polvon, yosh polvonlardan Sardor polvon ham yoningizda. Ko'pkari sohasiga kirib kelganingizga necha yillar bo'ldi? 25 yildan o'tdi. 25 yil. 25 yil. Sizda birinchi mana shu ko'pkariga yetilab kirgan inson kim bo'lgan? Ya'ni ustozingiz. Amakim bo'lgan Baxtiyor aka. Birinchi bo'ldi. 7-sinfligimda soldirgan. 7-sinf, 8-sinfligidan уже sop yurgansiz. Qiziqish shundan bo'lib ketganda Shundan endi. o'tib ketgan. Biz ota-boboni chopgan. Kimsa chiqdigan. Uloq ko'pkari chopish hozirda sizga hobbimi yo уже kasb bo'lib qolganmi? Hobbi. Hobbi.